Saidmurod Davlatov. Boy va kambag'al odamlarning fikrlash strategiyasi. 7-farq. Ko'p pul topish botirlik, uni saqlay olish aqllilik, o'quv bilan sarflash esa san'at bo'ladi. Averbach. Kambag'al odamlar qora kunga pul olib qo'yish kerak deb fikr qilishadi. Boy odamlar esa kutib, imkoniyat bo'lganda ishlatish kerak deb fikrlab pul olib qo'yishadi. Kambag'al odamlar qora kunga olib qo'yish kerak deb fikr qilishadi. Shu gapni ota-onalarimizdan ko'p eshitganmiz. Kattaroq yoshdagi odamlar bunga o'xshagan maslahatni ko'p eshitishgan. Balki buning sababi ota-onalarimiz urush vaqtida yoki hamma narsa yetishmaydigan oziq-ovqat, kiyim, zarur tovarlar yo'q urushdan keyingi og'ir vaqtda yashaganidir. Biz hozir boshqa davrda yashayapmiz. Qiyinchiliklar o'tib ketgan. Lekin odamlar baribir pul olib qo'yish kerak. Nimaga deganda qiyin kunlar baribir keladi deyishadi. Ular qora kunga olib qo'ygan pullari qiyinchilik bo'lganda yordam beradi deb o'ylashadi. Lekin agar odam qora kunga pul olib qo'yadigan bo'lsa, qora kun albatta keladi. Agar odam qiyinchilik bo'lishini kutayotgan bo'lsa, qiyinchilik albatta keladi. Shunda yig'ilgan pul kutilgan muammolarni hal qilishga ketadi. Masalan, kimdir kasal bo'lib qolsa, dori olinadi. Mashinasi urilgan bo'lsa, tuzatishga beriladi va hokazo. Boy odamlar esa kutib, imkoni bo'lganda ishlatish uchun pul olib qo'yish kerak deb o'ylashadi. Ko'pincha shunday bo'ladi ham. Imkoniyatimiz bor, lekin pulimiz yo'q. Agar pulingiz bo'lsa, imkoniyat bo'lmay qoladi. Yer shariga qarasangiz ham qayerdadir sahro, qayerdadir esa cheksiz okean borligini ko'rasiz. Shuning uchun ham Xudo odamga o'ylab imkoniyatga qarab ish qilgan deydi. Odamning pul bilan bog'liq ikkita muammosi bo'ladi. Qayerdan topaman va topganimni nima qilaman? Biz ko'pincha birinchi muammoni o'ylaymiz. Ba'zan ikkinchi muammo ham bo'lib turadi. Qanchadir pul yig'asanda, keyin uni qayerga qo'yishni bilmay yurasan. Ko'pincha pul kundalik narsalarga, ikkinchi darajali ehtiyojlarga ketib qoladi. Sababi hayotda ko'pincha vaziyat bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi. Pul bo'lganda imkoniyat bo'lmaydi. Imkoniyat bo'lganda esa pul bo'lmaydi. Shuning uchun kutishni o'rganish kerak. Ishonavering, pul bo'lsa imkoniyat ham topiladi. Ba'zan shuning uchun teskarisi ham bo'lishi mumkin. Imkoniyat bo'lganda pul ham kelib qoladi. Bir kun o'quvchi maslahat so'rab keldi. Nimaga qo'yishni bilmasdan 5 oydan beri qo'lida $20,000 pulni ushlab yurgan ekan. Men unga imkoniyat bo'lishini kutib turish kerak dedi. Qancha kutish kerak deb so'radi u. Men undan shuncha pulni qancha vaqtda yig'ganini so'radim. U 4 yilda deb javob berdi. Men unga ustozim pulni to'g'ri qo'yishni o'rganish uchun pul qancha vaqtda yig'ilgan bo'lsa, shuncha vaqt moliyaviy sirini o'rganish kerak deb o'rgatganini aytdim. U hayron bo'lib, 4 yil o'qishim kerakmi dedi. Men unga shuncha pulni qo'yib, keyin yo'qotgandan ko'ra shu yaxshi deb tushuntirdim. Sababi qo'yilgan pulni keyin qaytarib olib bo'lmaydi dedim. Shuning uchun ham boy odamlar pul yig'ib, imkoniyat bo'lishini kutishadi. Ular sabr qilishadi. O'ziga tortadigan har xil narsalardan o'zlarini tiyishadi. Do'konga kirib, 1000 xil narsalarni ko'rishadi, lekin o'zlarini tiyib turishadi. Odam sabr qilib, pulni har xil bekorchi narsalarga sarflamasligi kerak. Shunda bir tomchidan bo'lsa ham moliya kassasi to'lib, boshlang'ich kapital yig'iladi. Shunda imkoni bo'lishi bilan uni ishlatishga tayyor turasiz. Shuning uchun orzuyingizga olib borishiga umid qilib pul yig'ing. Pul yig'gandan keyin kutib turing. Imkoniyat albatta keladi. Agar pulingizni ishlatishni o'rgansangiz, 50 so'm, $1 pulingiz bo'lsa ham 33 yildan keyin millioner bo'lasiz. Bilimi kam bo'lsa-da, pulni boylikka aylantirish mumkin. Shuning uchun pul olib qo'yaverish kerak. Birinchi kapital qancha ko'p bo'lsa, imkoniyat ham shuncha ko'p bo'ladi. Faqat imkoniyatni vaqtida ko'rib, undan foydalanish kerak.
Masalan, Robert Kiyosaki kitoblarida ko'chmas mulkkami qo'yib, doim daromad berib turadigan aktivlarni sekin-sekin ko'paytirib borish kerak. Kapital harakatini sekinlashtirib, keraksiz xarajatni ko'paytiradigan passivlarni esa kamaytirish kerak deb yozadi. U qanday qilib birovning qo'lida ishlaydigan odamdan mustaqil investorga aylanish mumkinligini o'rgatadi. Buning qiyin joyi yo'q. Shunchaki ko'p odamlar boylik yo'lida bo'ladigan qiyinchiliklardan qo'rqishadi. Sizga faqat qat'iyat, pulingizni boshqarishni bilish va chiqib qolgan imkoniyatdan foydalanish kerak bo'ladi xolos. Trening qatnashchisining voqeasi. Birinchi voqea. 10 yosh bo'lsam kerak. Dugonalarim bilan hovlida o'ynayotgandik. Kimdir ularning uyida qora kunga olib qo'yilgan pul borligini aytdi. Shunda dugonalarimning hammasi ularning ham uyida qora kunga olib qo'yilgan pul borligini aytishdi. Uyga kelganimda onamdan bizda ham qora kunga olib qo'yilgan pul bormi deb so'radi. Onam ancha kulib turdi-da, keyin pul bor, lekin qora kunga emas dedi. So'ng bunday narsalarni o'ylama deb qo'ydi. Qora kunimiz bo'lmasin dedi oxirida u. Men hozir balki Sovet ittifoqining yo'q bo'lib ketganiga hamma qora kunga pul yig'gani sabab bo'lgandir deb o'ylayman. O'shanda shu narsa odat bo'lgandi. Natijada nimani kutgan bo'lsak, o'sha narsa keldi. Qayta qurishni kommunizm deb bo'lmaydi-ku. Yig'ilgan pullar esa nimaga mo'ljallangan bo'lsa, o'shanga ketdi. Qadrini yo'qotdi. Hamma o'ylagan, kutgan qora kun keldi. O'ylaganimiz haqiqat bo'ldi. Qanday fikrlashimi, ya'ni nimani o'ylashimiz ko'radigan narsalarimizning poydevori ekanini tushunganimda hamma narsa o'z joyiga tushdi. Yaxshi bir xalq maqoli bor. Yaxshi niyat yarim mol deyishadi. Pulni yaxshi niyat bilan yig'ish kerak. Uy sotib olganimda buning iloji yo'qdek ko'ringandi. Oktyabrdagi dam olish kunlarining birida dugonam bilan qiziq uchun shu fikrni hayotda sinab ko'rmoqchi bo'ldik. Keyingi yilning yanvarida yaqinlarimizning yordami bilan yig'gan pulimiz ko'paydi. Shahar markazida pulimizga loyiq uy ham topildi. Faqat ta'mirlash kerak edi. Yaxshi odamlar uy shu pulga arziydi, qo'rqma deb maslahat berishdi. Pul qanday kelgan bo'lsa, odamlar ham shunday kelib, qanday ta'mirlash, nima qurish kerakligini aytib maslahat berishdi. Juda ko'p sovg'a oldik. Yig'gan pulimizga qancha ko'ngil bersak, yaxshi kunlarimiz shuncha ko'p bo'ladi. Ikkinchi hikoya. Bir kuni Rayhon ismli dugonam bilan gaplashib o'tirganimda, ancha yildan beri dugonalari bilan qora kassa o'ynashini aytdi. Tushunmagan odamlarga qora kassa nimaligini aytib qo'ymoqchiman. Bir nechta odam, ko'pincha qarindoshlar yoki do'stlar yig'ilishadi-da, bir oyda bir marta qanchadir pulni umumiy kassaga berishadi. Anchagina pul yig'iladi. Yig'ilgan pul kimning navbati bo'lsa o'shanga beriladi. Gaplashib o'tirganimizda Rayhon kassadan pul olganida, olgan pulning hammasi yo janozaga, yo qarzni qaytarishga, yo kredit to'lashga yoki dori olishga ketishini aytib noladi. U kambag'al odamga o'xshab o'ylayotgani, ya'ni pul olishni reja qilganda faqat muammolarni o'ylashni tushunmadi. Uzoqroq qarindoshim Bekmirzaning undan farqi ishini shisha idish qabul qilishdan boshlagan. Bu ishla boshlang'ich kapital ko'p kerak emas. Ish boshlaganda esa xotini yordam bergan. Qarindoshim kompyuter klubi ochmoqchi bo'lib, pul olib qo'yardi. 1,5 yildan keyin orzusiga yetdi. Uyida kompyuter klubi ochdi. O'sha vaqtdayoq Bekmirza keyin imkoniyat bo'lganda ishlatish uchun pul olib qo'yish kerakligini bilardi. Shunday bo'ldi ham. 2 yildan keyin u kerakli pulni yig'di. Yig'gan puliga yangi kompyuterlar oldi. Yana birozdan keyin oziq-ovqat do'koni ochib, xotinining do'konda ishlashga qo'ydi. Buning siri oddiy. Bekmirza imkoniyat bo'lganda ishlatish uchun pul yig'di. Oxirida esa ishlari o'zi umid qilganidek bo'ldi. Trening qatnashchisining fikri. Bir dugonam hamma narsani qilib ko'rdim. Orzu qilganimni ko'zimning oldiga keltirdim. Ko'p o'qidim.
lekin hech narsa bo'lmadi. Ekstrasensga borgandim, senga ko'z tekkan dedi. Men esa o'zimcha 7-avloddagi 3-ko'z deb qo'shib qo'ydim. Keyin so'radim, spravka berdimi? Agar ekstrasens spravka bermagan bo'lsa, demak aytgani noto'g'ri, dedim. Aytmoqchimanki, fikr borib haqiqat bo'ladi. Nima so'rasak, o'shani olamiz. Shuning uchun odam javobni o'zining ichidan izlashi, o'ziga ishonchini yo'qotmasligi kerak. Ekstrasens yordam berishi mumkin, lekin boshida ko'ngilni ko'tarib yordam beradi. Sir kinosini ko'ring. Vitalining, Bodo Sheferning kitoblarini o'qing. Leushkaning aytganlari haqida fikr qiling. Agar shunda ham bo'lmasa, demak hozir qish ekan. Lekin bahor albatta keladi. Bo'lmasligi mumkin emas. Kichkina bo'lsa ham natijani ko'ra bilish va shunga xursand bo'lish kerak. Balki men buni bilaman deb adashayotgandirsiz. Balki umuman bilmasdirsiz. Bilish, tushunish degani emas. Fikr umuman esa inson ham shunday tuzilganki, bir martada o'qigandayoq ma'noni to'liq tushunmaydi. Maktabda matematikadan bo'lishni qanday o'rganganingizni bir eslab ko'ring. Biz faqat bilaman deb o'ylaymiz. Nimadir bo'lmasa, demak, nimadir noto'g'ri qilayotgan, bor kuch bilan urinmayotgan bo'lishimiz mumkin. Iqlimni o'zgartirmoqchimisiz? 5 yillikni muddatini oldin bajarmoqchimisiz? O'ylagan natijaga erishmoqchimisiz? Biladigan odamlarni toping, ustoz toping, hayotda ko'rgan odamlarni toping. Sizga o'xshab o'ylaydigan odamlarni toping. Natijaga erishgan odamlarni toping. Asosiysi, o'z ustingizda ishlang. Tasavvur qilib ko'ring. 6 yoshli bola maktabga borishi kerak. Ota-onasi u hammasini o'zi o'rganib oladi. Qanday o'rganishni biladi deyishyapti. Qanday qilib yosh bola hamma narsani o'zi o'rganishi mumkin? Maktab nimaga kerak unda? Odam oldin o'rta maktabda o'qish kerak. Hatto duo ham noto'g'ri aytilgan bo'lishi mumkin. Bir o'ylab ko'ring. Agar yaxshiroq o'ylasak, shunday ekanini tushunamiz. Biror chet tilini o'rganganmisiz? Masalan, ingliz tilini. Ko'p odamlar chet tilini o'rganishadimi? Ko'pchilik yo o'zi o'rganadi yoki o'rganishga majbur bo'ladi. Ko'p odamlar chet tilida gapirishadimi? Yo'q. Nimaga? Yomon o'qitishganmi? Javob: o'zlari aybdor. Nimaga chet tilini misol qildim? Nimaga deganda, kim chala o'rgangan bo'lsa, chala gapiradi. Tushunaman, lekin gapira olmayman deydi. Bu ishni ham yarmini qilish noto'g'ri. Odam o'zini o'zi aldamasligi kerak. Iqtisod institutini bitirib kelgan bitta qizni ishga olyapmiz. Excelni bilmas ekan. O'zini oqlab, bizning institutda shunday o'qitishadi deydi. Bu gapga nima deysiz? Men hech narsa deya olmadim. Excel bilan bemalol ishlaydigan 10 yoshli bolalarni bilaman. Bir odam shifokor jarroh bo'lmoqchi. Shuning uchun tibbiyotni o'zi o'rganyapti deylik. Shu narsani tasavvur qila olasizmi? Jarroh emas, qassob bo'ladi. Shunday bo'lishi mumkinmi? Bunday jarrohga molning ham jonini ishonib topshirib bo'lmaydi. Tibbiyotni o'rganish uchun oliy o'quv yurtiga boramiz. Sababi bu juda qiyin fan. Moliyaviy ahvolimizni esa o'zimiz tuzatmoqchi bo'lamiz. Shu narsani tushunib bo'lmaydi. Odam o'ziga jiddiyroq qarash kerak. Pul bog'laydigan rezinkangiz bormi? Yo'q bo'lsa, oling-da bilagingizga bog'lab qo'ying. Har safar xayolingiz boshqa tomonga ketganda rezinkani tortib qo'yib yuborsangiz, og'ritib uradi. Necha marta bo'lmaydi deb o'ylaganingizni sanang. Fikringizni yig'ib, o'ylayotgan narsalaringizni yaxshi tomonga o'zgartiring. Qiziq bo'lgani uchun ham shuni qilib ko'ring. Qo'lingiz bilan ishlamang, boshingizni ishlating. Qiyinchiliklarni eslamang. Qiyinchiliklarni ko'p eslash yana qiyinchiliklarni olib keladi. Nimaga sport zaliga boramiz? Nimaga raqs darslariga boramiz? Nimaga pul to'lab chet tilini o'rgatadigan darslarga boramiz? Uyda o'zimiz jismoniy tarbiya qilsak, o'ynasak yoki til o'rgansak bo'lmaydimi?
Sababi pul to'laganimizdan keyin intizom bilan dars qiladigan bo'lamiz. To'lagan pulimiz o'zini oqlash uchun qo'limizdan kelguncha harakat qilamiz. Agar uyda bo'lsak nima qilardik? Mashq qilgan bo'lardik, lekin kamroq mashq qilardik. Bilim o'rganishga pul to'lashdan qo'rqmang. Xato qilish bundan qimmatga tushadi. Men bilaman degan narsani qanday yo'qotsa bo'ladi? Irodani tarbiyalash kerak. Irodani tarbiyalab, nima sizniki ekanini toping. Suyanadigan narsani toping. O'zingizga maktab toping. Lekin nima sizniki ekanini bilish uchun hamma narsani sinab ko'rish kerak. Biladigan odamlar tezroq o'ssin uchun niholni qo'l bilan tortib daraxt qilib bo'lmaydi deyishadi. Xullas, bilagingizga rezinga taqdingizmi? Yaxshi. Endi fikrimiz bilan tuyg'umizni kerakli tomonga qaratib turamiz. Natija ko'p kuttirmaydi. Kichkina bo'lsa ham yaxshi tomonga o'zgarishni eslab qolamiz. Ularga o'rganamiz va yangilarini kutamiz. Fikr haqiqat bo'ladi. Shu gapni vannaxonadagi ko'zguga yozib qo'ying. Bu yerda ham haliga aytganimizni qilish kerak. Bilim olib, keyin ishonishni o'rganing. Buning boshqa yo'li yo'q. Sekin-sekin yengillashib boraveradi. Mirzakerim Sanaqullovich muvaffaqiyatga boradigan yo'lni aniq qilib ko'rsatib berdi. Irodamizni to'plab, o'zimizni yosh deb qabul qilishni o'rganamiz. Shu yo'l bilan men ko'zim yaxshi ko'rishini qaytardim. U odam qattiq gapiradi. Jadvalga qarasang hech narsa ko'rinmaydi. Irodangning kuchi bilan kayfiyatingni ko'tarasan va hammasini ko'rayapman deysan. Shunda haqiqatan ham hammasini ko'rasan. Deyarli ko'r bo'lib qolgan odamlarni hammaning oldida turg'azib, ular ko'rishni xohlashini zalda o'tirganlarga ko'rsatishdi. Aytgandek, shu odamlar yetaklab kelgan odam 10 kunlik darsdan keyin hassasini tashlab, o'zi yurib chiqib ketdi. Agar o'zimizning kuchimizga ishonmasak, boshqa kim ishonishi mumkin? Hamma narsa o'zingizga bog'liqligini tushunmaguncha va shuni qabul qilmaguncha hech narsa bo'lmaydi. Nimadandir ko'nglingiz qolishini yoqtirasizmi? Yo'qmi? Unda vijdonan ishlang. Hech kim bilan tortishmang. Shunga o'xshagan kitoblarda aytilganlarini qiling. Boshlagandan keyin tashlab qo'ymang. Shunda hayotingiz ham sekin o'zgaradi. Tortish qonuni bu. O'shanda oldin qanday bo'lganingiz bilan keyin qanday bo'lganingizni solishtirib ko'rsangiz, farqini o'zingiz ham tushunasiz. Shunda g'alabani bayram qilsak bo'ladi. Asosiysi, kichkina bo'lsa ham natijadan xursand bo'lishni o'rganing. Ura! Saidmurod Davlatovning darslarida o'rgangan asosiy narsam nimanidir o'zimizcha qilmasligimiz, bilib qilishimiz kerak ekan. Dars bo'ladigan voqea. Benetton. 40-yillarning boshida Benettonlarning oilasi kambag'al yashamasdi. Lekin o'ziga to'q deb ham bo'lmasdi. Otasi ijaraga avtomobil berib, biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'ldi. Lekin biznesi uncha yurishmadi. 1944-yili oilaning kattasi o'lganda ahvol yana ham og'irlashdi. Oilaning tirikchiligi o'shanda endi 10 yoshga to'lgan Lucianaga qoldi. Yosh Benetton maktabni tashlab, Italiyadan olib kelingan kiyim sotadigan do'konga ishga kirdi. 14 yoshda sotuvchiga yordamchi bo'ldi. Singlisi Juliana tikuvchilik qilardi. Yana ikkita yosh ukasi bor edi. Juliananing tikish va to'qishni bilishi oilaning tarixini butunlay boshqa tomonga o'zgartirdi. Bir kuni u akasiga o'sha vaqtda keksa odamlarning orasida moda bo'lgan sviter sovg'a qildi. Boshqa sviterlardan farqi rangi sariq edi. Luciana shu sviterni kiyib ishga kelganida, ishxonadagilarning hammasi uni qayerdan olganini so'rashdi. O'shanda Benetton shundan pul topish mumkinligini tushundi. Aka-singilning olib qo'ygan puli bor edi. Ikkalasi shu imkoniyatdan foydalanib biznes ochishdi. Singlisi sviter to'qirdi. Luciana esa singlisi to'qigan sviterni o'zi ishlaydigan do'konda sotardi.
ko'proq sviter sotish uchun shahardagi boshqa do'kon egalari bilan shartnoma tuzdi. Yosh Benetton molini velosipedda tashirdi. Sekin-sekin oilada tikilgan, to'qilgan kiyimni ko'pchilik oladigan bo'ldi. Benettonlar jundan to'qilgan sviterning rangini o'zgartirib, bunday kiyim faqat keksa odamlarga mo'ljallangan degan tushunchani o'zgartirishdi. 1962-yili Benettonlarning kiyimi Rimda sotiladigan bo'ldi. Biznes kundan-kun emas, soatma-soat o'sgani uchun o'zining kompaniyasini tuzish zarurati paydo bo'ldi. Biznesni kattalashtirish, Italiyada birinchi bo'lish uchun yangi bilim olish kerakligini tushunib, Luciano jun matolari bilan tanilgan Shotlandiyaga bordi. U yerda mato to'qishning sirlarini o'rgangan Benetton chiqaradigan mahsulotning sifatini balandroq darajaga ko'tardi. 3 yildan keyin Benetton Group kompaniyasi tuzildi. Luciano bilan singlisi kompaniyaning bosh dizayneri bo'lishdi. Ishlab chiqarishga rahbarlik qilishdi. Ukasi Gilberto kompaniyaning moliyaviy ishiga rahbarlik qildi. Carlo esa xodimlarni tanlash va boshqarish bilan shug'ullandi. Tez orada Benetton belgisi qo'yilgan kiyim ko'pchilikning orasida moda bo'ldi. Kiyimning narxi arzon edi, lekin boy odamlar ham shu kiyimni ko'proq olishardi. Malika Diana ham shu kompaniya chiqaradigan kiyimlarni yaxshi ko'rgani ma'lum. Hatto bolalariga Benetton kompaniyasining kiyimini kiydirardi. 70-yillarning boshida butun dunyoda kompaniyaning 1000 dan ko'p do'koni bor edi. Xulosa, Benettonlarga olib qo'ygan pullari yordam berdi. Agar bugun imkoniyatingiz bo'lmasa, topganingizning hammasini sarflasangiz bo'ladi deb tushunmaslik kerak. Qadimgi Bobilda qullariga ishlay olsin deb ovqat berishgan. Kelajagiga pul olib qo'ymaydigan odam ehtiyojining quliga aylanib qolgan bo'ladi. Biz bilmasdan o'zimizni o'zimiz qul qilayotgan bo'lamiz. Yoshligingizda bu narsa bilinmaydi, lekin keksalik yaqinlashganda pul olib qo'yish juda zarur ekanini tushunamiz. Lekin vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Hijolatpazlikni ko'tarish uchun esa faqat hazil qilish qoladi. Imkoniyat bormi yoki yo'qligidan qat'iy nazar, imkoniyat bo'lishini kutib turmasdan pul olib qo'yish kerak.